Erkakchasiga gaplash. Lukashenko Makronni Moskvaga chaqirdi. Qo'ng'iroq qilib, menga oqibatlar bilan tahdid qilishni, po'pisa qilishni yig'ishdi. Putin Armanistonni ikkinchi Ukrainaga aylantirish bilan tahdid qildi. U Yerevanni agar Yevropa yo'lini tanlasa, mamlakat xuddi Ukraina kabi qonli urush va vayronagarchiliklar girdobiga g'arq bo'lishidan, ya'ni ikkinchi Ukrainaga aylanishidan ochiqchasiga ogohlantirdi. Amerika katta xolangni uyi emas. Federal sud Trampni joyiga soldi. Sudya Tramp jamoasi tomonidan o'rnatilgan oltin harfli peshtoqlarni va barcha raqamli ramzlarni 14 kun ichida butunlay yo'q qilish haqida keskin buyruq berdi. AQSh Eron ustida yakuniy qarorni qabul qildi. Washingtonning Eronga zarbalar berishini istalgan lahzada qayta boshlashga harbiy zaxiralari to'liq tayyor ekani bilan tahdid qildi. Shu va boshqa xabarlarning to'liq tafsiloti doimgidek video davomidan o'rin olgan. Iltimosimiz, mehnatimizni qadrlagan holatda videoga albatta like bosib qo'yishni unutmang. Unda biz xabarlarning to'liq tafsilotini e'tiboringizga havola qilamiz. Bazadan registratsiyangiz chiqmayaptimi? Mehnat shartnomangiz yo'qligi uchun jarimaga tortilishingiz mumkinmi? Biz Moskva va Sankt-Peterburgdagi hamyurtlarimizga hujjat ishlarida professional yordam beruvchi 10 yillik ish tajribasiga ega ishonchli xizmatni taklif qilamiz. Registratsiyani bazaga kiritish, trudavoy dogovor tayyorlash va uydamleniya yuborish, zapret va deportni oldindan tekshirish, reyestr va ba'zi muammolarga yechim topamiz. INN va SINLS olish, tibbiy sug'urta va yana 20 ga yaqin xizmatlarimiz mavjud. Ishingizni mutaxassislarga topshiring va xotirjam bo'ling. WhatsApp va Telegram orqali ushbu raqamlarga hoziroq yozing. 24/7 xizmatingizdamiz. Putin Ostona sammitida Armanistonga tarixdagi eng keskin signalni yubordi. Kreml Yerevanni g'arb tomon yurishi oqibati Ukraina ssenariysi bilan tugashi mumkinligidan ogohlantirdi. Oradan ko'p o'tmay AQSh prezidenti Donald Tramp Pashinyanni ochiq himoyasiga olib, Armanistonni qo'llab-quvvatlashini e'lon qildi. Endi Janubiy Kavkazda vaziyat keskin tus olmoqda. Armaniston ikki o't orasida qoldi. Hodisa tafsilotlari ilk lavhadan o'rin olgan. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Astana sammitida Armaniston hukumatining g'arb sari yetaklayotgan siyosatiga nisbatan o'zining eng shafqatsiz va keskin bayonotini berdi. Bosh vazir Nikol Pashinyan bosh tortgan davrada Kreml rahbari qattiq g'azablandi. U Yerevanni agar Yevropa yo'lini tanlasa, mamlakat xuddi Ukraina kabi qonli urush va vayronagarchiliklar girdobiga g'arq bo'lishidan, ya'ni ikkinchi Ukrainaga aylanishidan ochiqchasiga ogohlantirdi. Bu shunchaki siyosiy po'pisa emas, Putin geosiyosiy o'yinlar badali fojiali yakunlanishini eslatib, Yerevanning gazini uzish, temir yo'llarni to'sish, arman mahsulotlariga bozorlarni yopish va migrantlarga patent joriy etish orqali mamlakat iqtisodiyotini butunlay falaj qilish bilan pichoqdek keskin ultimatum qo'ydi. Agar Armaniston Yevropa standartlariga o'tishni boshlasa, biz u bilan barcha iqtisodiy integratsiyani to'xtatamiz. Ular o'z mahsulotlarini kimga sotishadi? Arman vinosi qayerga boradi? Ular uchun temir yo'l va energiya tariflarini oshirishga, fuqarolarga esa Rossiyada ishlash uchun patent joriy etishga majbur bo'lamiz. Aql bilan hisob-kitob qilib ko'ring. Ehtiyot bo'ling. Ukrainadagi bugungi qonli inqiroz ham o'z vaqtida Kiyevning Yevropa ittifoqiga intilishidan boshlanganini unutmang. Yerevandan ittifoqda qolish-qolmaslik bo'yicha tezroq referendum o'tkazishni talab qilamiz. G'arb matbuoti esa o'z xalqini ommaviy ahmoq qilish bilan band. Rossiya Yevropaga hujum qiladi degan gaplar ochiqchasiga to'qilgan yolg'on va uydirma. Biz hech qachon hech kimga tahdid qilmaymiz. Lekin chegaralarimiz va harbiy bazalarimizga ko'z tikkan har qanday kuchni bir lahzada yer bilan yakson qilishga qodir qudratimiz bor. Kremlning ushbu dahshatli tahdidlari va iqtisodiy qamal bayonotlaridan so'ng okean ortidan kutilmagan va shiddatli javob zarbasi keldi. AQSh prezidenti Donald Tramp Armanistonda 7-iyun kuni bo'lib o'tadigan hayot-mamot parlament saylovlari arafasida Nikol Pashinyanni o'zining buyuk do'sti va ajoyib lideri deb atab, uni ochiqchasiga o'z himoyasiga oldi. Washington Kremlning bosimlariga javoban Yerevanni mutlaq qo'llab-quvvatlashini namoyish etib, o'zining mashhur shiorini Armanistonni yana buyuk qilamiz deya o'zgartirdi. Tramp Pashinyan
Pxenyan bilan hamkorlikda Janubiy Kavkaz orqali o'tuvchi va Rossiyani butunlay o'yindan chiqarib yuboradigan yangi transport yo'lagini barpo etishini, bu loyiha Amerika energetika kompaniyalariga Markaziy Osiyoga to'g'ridan-to'g'ri chiqish imkonini berishini e'lon qildi. Washington va Moskva o'rtasidagi bu geosiyosiy qasdma-qasdlik shunchaki quruq gapda qolayotgani yo'q. Amerika davlat kotibi Marko Rubio Yerevanga zudlik bilan tashrif buyurib, Armaniston bilan keng qamrovli strategik sheriklik to'g'risidagi shartnomani rasman imzolab ulgurdi. Endilikda 7-iyun kuni bo'lib o'tadigan saylovlar shunchaki ichki siyosiy kurash emas, balki Armanistonning yo Rossiya qamali ostida ikkinchi Ukrainaga aylanishi yoki Amerikaning quchog'ida g'arbga integratsiya bo'lishini belgilaydigan eng xavfli va keskin geosiyosiy jangga aylanadi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin esa Armanistonning keyingi qadamini diqqat bilan kuzatmoqda. Donald Trump shu qadar haddidan oshdiki, butun boshli Amerika Qo'shma Shtatlarini go'yo o'zining tomorqasidek xohlaganicha tasarruf etishga urindi. Washingtondagi mashhur san'at markazi peshtoqiga oltin harflar bilan o'z ismini yozdirib qo'ygani, hatto AQSh pasportlari va $100 pullarga o'z rasmini qo'shishni ochiqchasiga talab qilib, internetda maqtanayotgani qiyjig'ondan chiqib ketdi. Trumpning bu taltayishiga qarshi nihoyat uni joyiga o'tkazib qo'ya oladigan qat'iyatli mard topildi. Federal sudya Kristofer Kuper Donald Trumpning Washingtondagi John Kennedy nomidagi san'at markazini o'zining shaxsiy brendiga aylantirish borasidagi rejasiga shafqatsiz huquqiy zarba berdi. Sudya Trump jamoasi tomonidan o'rnatilgan oltin harfli peshtoqlarni va barcha raqamli ramzlarni 14 kun ichida butunlay yo'q qilish haqida keskin buyruq berdi. Sudya Kuper o'zining 94 sahifalik keskin xulosasida davlat obyektlarining nomi va taqdiri muayyan bir siyosatchining injiqligiga qarab o'zgarmasligini, bunga faqat AQSh Kongress haqli ekanini qat'iy ta'kidladi. Bu zarba Trumpning nafaqat san'at markazidagi ta'sirini sindirdi, balki uning AQSh mustaqilligining 250 yilligi bahonasi bilan majmuani 2 yilga yopib, kapital ta'mirlash haqidagi ulkan loyihasini ham huquqiy jihatdan falaj qilib qo'ydi. Sudya davlat ramzlarini xususiy brending vositasiga aylantirish harakatini amaldagi qonunchilik bilan cheklab, qonun oldida hamma barobar ekanini namoyish etdi. Biroq bu mag'lubiyat Trumpni to'xtata olgani yo'q. Aksincha, uning qarshiligini yanada olovlantirib yubordi. Mag'rurligiga qattiq zarba yegan Donald Trump o'zining Truth Social tarmog'ida sudyaga qarshi ochiqdan-ochiq urush e'lon qildi. U o'z chiqishlarida sud tizimini milliy rivojlanishga to'sqinlik qilayotganlikda ayblab, agar unga markazni o'zi xohlagandek boshqarishga qo'yib berishmasa, bu jarayonda umuman ishtirok etmasligini va majmuani butunlay Kongress ixtiyoriga tashlab ketishini aytib, po'pisa qildi. Eng jiddiy xavotir shundaki, Trump va sud o'rtasidagi bu urush faqatgina bir bino atrofida kechayotgani yo'q. San'at markazi peshtoqidan haydalgan Trump endilikda butun davlat atributlarini o'ziniki qilishga urinmoqda. U Truth Social platformasida AQSh pasportlarining muqovasiga o'z portretini joylashtirish, dizaynlarni hamda $100 banknotalarda davlat asoschilari o'rniga o'z qiyofasini aks ettirish g'oyalarini ochiqchasiga e'lon qilib bormoqda. Davlat ramzlari, milliy valyutani va shaxsiy hujjatlarni o'zining siyosiy tashviqot quroliga aylantirishga bo'lgan bu urinish har qanday huquqiy chegara va etika qoliplaridan chiqib ketdi. Washington hozirda ikki olov orasida qoldi. Bir tomonda davlatning an'anaviy institutlari va ramzlarni xususiy mulkidek qayta dizayn qilmoqchi bo'layotgan Trump, ikkinchi tomonda esa qonun kitobini qo'lida olib, uning yo'liga to'siq bo'layotgan sudya Kuper. Trump ortga chekinish niyatida emasligini o'zining har bir posti va harakati bilan ko'rsatmoqda. Sud tizimi esa konstitutsiyaviy tartibni saqlab qolish uchun so'nggi soniyalargacha kurashishini bildiryapti. AQSh prezidenti Donald Trump Eron bilan urushni to'xtatish bo'yicha yakuniy qaror qabul qilish uchun Oq uyning eng maxfiy inqirozlar xonasini safarbar qildi. Biroq soatlab davom etgan asabiy muzokaralar hech qanday kelishuvsiz mutlaqo boshi berk ko'chada yakunlandi. Washington va Tehron o'rtasidagi vaqtinchalik sulh har lahzada yirik urush oloviga aylanib ketish arafasida turibdi. AQSh prezidenti Donald Trump Oq uyning eng maxfiy va favqulodda inqirozlar hal qilinadigan tezkor choralar xonasida yordamchilari bilan Eron bilan tuzilgan o't ochishni to'xtatish rejimini uzaytirish masalasini muhokama qildi. Biroq soatlab davom etgan muzokaralar hech qanday aniq natijasiz yakunlandi. Washington Trumpning qizil chiziqlari qat'iy ekanini va Eron hech qachon yadro quroliga ega bo'lmasligi kerakligini bildirayotgan bir paytda Tehron o'z yadro dasturi bo'yicha hech qanday shartni muhokama qilmasligini qat'iy ma'lum qildi. Vaholanki atigi bir kun
avval ikki davlat o't ochishni to'xtatishni 60 kunga uzaytirish va yangi muzokaralarni boshlash ko'zda tutilgan o'zaro anglashuv memorandumini kelishib olgandek tuyulgan edi. Vaziyat ortidagi parda orti o'yinlari va bayonotlari esa haqiqiy qarama-qarshilikni ko'rsatmoqda. Tramp ijtimoiy tarmoqlarda Hormuz bo'g'ozidagi dengiz blokadasini bekor qilishga va Eronning boyitilgan uranini AQSh tomonidan olib chiqib ketilib yo'q qilinishiga erishmoqchi ekanini aytsa-da, Eronning Fars agentligi buni haqiqat va yolg'onning qorishmasi deb atadi va bu kelishuv loyihasida bunday band yo'qligini fosh qildi. AQSh vitse-prezidenti J.D. Vance tomonlar kelishuvga juda yaqin ekanini aytib, umid uyg'otishga urinayotgan bir paytda AQSh mudofaa vaziri Pete Hegseth Singapurdagi sammitda Washingtonning Eronga zarbalar berishini istalgan lahzada qayta boshlashga harbiy zaxiralari to'liq tayyor ekani bilan tahdid qildi. Bu diplomatik urush ortida esa yaqindagina sodir bo'lgan qonli to'qnashuvlar asorati turibdi. Kuvaytdagi AQSh avia bazalarga raketa zarbalari berganini tan olgan bo'lsa, AQSh buni o'ta qo'pol qonunbuzarlik deb atadi. Bu vaziyatda haqiqiy g'olib yo'q, xavfli vaqt poygasi bor. Eron tomoni ta'kidlaganidek, ushbu bitimning haqiqiy g'olibi tinchlikka erishgan emas, balki uning ertasiga urushga yaxshiroq tayyorlangan tomon bo'ladi. Oq uyning tezkor choralar xonasidan chiqqan aniqsiz yakun dunyoga faqat bir narsani anglatmoqda. Yaqin Sharqdagi ulkan urush olovi o'chgani yo'q, u shunchaki vaqtincha bosib turilibdi. Fransiya prezidenti Makronning yaqindagina Belarusga qilgan tahdidli va ogohlantiruvchi bayonotiga Lukashenkodan kutilmagan va o'ta keskin javob keldi. Fransiya rahbari Minskni Rossiyaga ko'r-ko'rona ergashish va urushga aralashishning oqibati o'ta og'ir bo'lishi bilan qo'rqitmoqchi bo'lgan edi. Ammo Belarus yetakchisi bu bosimga diplomatik shaxmat yurishi bilan javob qaytardi. Lukashenko Makronning po'pisalarga javoban vaziyatni butunlay teskarisiga burib yubordi. U Fransiya prezidentini g'ururi va Yevropadagi siyosiy vazni orqali nishonga oldi. Agar vaziyatdan xavotirda bo'lsang va urushni tugatmoqchi bo'lsang, u holda ortiqcha tahdidlarni yig'ishtirib, borib Putin bilan erkakchasiga gaplash degan qat'iy signalni berdi. Agar haqiqatdan ham Ukrainadagi vaziyatdan xavotirda bo'lsang, bu yerga qo'ng'iroq qilib, menga oqibatlar bilan tahdid qilishni, po'pisa qilishni yig'ishtir. Bu muammoni hal qilmoqchi bo'lgan odam qo'rqitish bilan shug'ullanmaydi. Sen yaxshisi tashabbusni o'z qo'lingga ol va to'g'ridan-to'g'ri Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan bog'lanib, uchrashuv tashkil qil va bu mojaroni qanday tugatishni u bilan erkakchasiga muhokama qil. Ushbu erkakchasiga gaplashish taklifi ortida Makronning eng nozik nuqtasi prostatit, ikkilamchi bepushtlik. Tez-tez peshobda horat buzilishidan aziyat chekmoqdamisiz? Jinsiy zaiflik yoki yallig'lanish sizni qiynayaptimi? Endi bu muammolarni birinchi haftaning o'zidayoq bartaraf etish mumkin. Vulkan erkaklar uchun jinsiy faollikni tiklashga, yallig'lanishni yo'qotishga, peshobdagi muammolarga va sog'lig'ingizni yaxshilashga yordam beradi. Hoziroq qo'ng'iroq qiling va 30% chegirmaga ega bo'ling. Batafsil ma'lumot uchun telefon 71-208-66-55. Mahsulot yetkazib berish O'zbekiston bo'yicha mutlaqo bepul. Uning Yevropada yagona va eng qudratli yetakchi bo'lishiga bo'lgan cheksiz ambitsiyasi yotibdi. Lukashenko Fransiya prezidentining mana shu zaifligini juda ustalik bilan nishonga oldi. U Yevropa ittifoqining bugungi rahbarlar tarkibini birma-bir sanab, Makronning atrofidagilarni siyosiy vaznsiz qilib ko'rsatdi. Yevropadagi hamkorlarim bilan maslahatlashishim kerak deb bahona qilma. Bugun Yevropada qaror qabul qila oladigan odam qoldimi o'zi? Germaniyaning yangi kansleri Friedrich Merz ham, Buyuk Britaniya bosh vaziri Keir Starmer ham siyosat maydoniga yaqinda kelgan hali tajribasiz yangi siyosatchilar. Italiyada esa umuman ayol kishi hukumat rahbari bo'lib o'tiribdi. Giorgia Melonini bu masalalarga aralashtirib, bunday ulkan geosiyosiy mas'uliyatni ayol kishining yelkasiga yuklamoqchimisan? Bugun Yevropadagi asosiy va eng tajribali siyosiy arboblardan biri sensan. Sen oqsoqolsan. Shunday ekan, harakatni o'zing boshla va haqiqiy erkaklardek muloqotga kirish. Bu yurish orqali Lukashenko Makronni butun dunyo ko'z o'ngida bosh berk ko'chaga kirgiza oldi. Agar Makron tahdidlari jiddiy bo'lganida, haqiqatdan ham Yevropaning taqdirini hal qila oladigan mustaqil yetakchi bo'lganida, bu chaqiriqni qabul qilib Moskva bilan muloqotga kirishgan bo'lardi. Ammo Makronning javobi uning aslida Kreml va Minsk qarshisida qanchalik ojiz ekanini ko'rsatib qo'ydi. U darhol avval Yevropadagi hamkorlarim bilan maslahatlashishim kerak deb o'zini orqaga tortdi. Bu raddiya Makronning o'z so'zida tura olmasligini G'arb blokining, xususan
Washington va Berlinning roziligisiz hatto bir qadam ham mustaqil bosa olmasligini fosh qildi. Belarus rahbari unga tahdid qilgan tomonning o'zini qo'rqoq va mustaqil qaror chiqara olmaydigan ittifoqchi sifatida xalqaro maydonga olib chiqdi. Natijada Makronning Lukashenkoni qo'rqitish va uni Rossiyadan uzoqlashtirish bo'yicha qilgan hujumi butunlay muvaffaqiyatsizlikka uchradi. Lukashenko ushbu provokatsiyadan foydalanib, nafaqat o'zining siyosiy pozitsiyasini himoya qildi, balki g'arb dunyosiga aniq bir haqiqatni ko'rsatib qo'ydi. Belarusga shart qo'yish va uni oqibatlar bilan qo'rqitishdan avval Yevropa yetakchilari o'zlaridagi qo'rquvni, tarqoqlikni va mustaqil qaror qabul qila olmaslikdek ichki inqirozni yengib o'tishlari kerak. Dunyoda sodir bo'layotgan eng shov-shuvli va so'nggi xabarlarni Telegram sahifamizga har daqiqada joylab boryapmiz. Yangi ochilgan Telegram kanalimizga siz hali ham obuna bo'lmadingizmi? U holda birinchi kommentariyadagi havolani hoziroq bosing va Telegram kanalimizga obuna bo'ling. Bizni kuzatishda davom eting. O'zingizni ehtiyot qiling.